Tasavvur qiling, siz telefonni bolangizning qo'lidan oldingiz. U birdan yig'lay boshladi. Siz esa shuncha ham telefonni yaxshi ko'radimi deb o'yladingiz. Yoki ovqatni faqat telefon bilan yeyaptimi? Zeriksa darrov telefon so'raydimi? Ko'p ota-onalar buni oddiy holat deb qabul qilishadi. Lekin ayrim odatlar vaqt o'tishi bilan kuchayib borishi mumkin. Men 6 yillik ustozlik faoliyatim davomida shuni ko'rdimki, ayrim bolalar darsga ham telefon odatlarining ta'sirini olib kelishadi. Bugun siz bilan ota-onalar eng ko'p e'tibor bermaydigan 5 ta belgini ko'rib chiqamiz. 5-belgi esa meni ustoz sifatida eng ko'p o'ylantiradigan holatlardan biridir. Telefon bilan ovqatlanadigan bola aslida ovqatni emas, telefon kutishni o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Onasi ovqat olib keladi, bola boshini buradi, telefon yoqiladi. Shunda og'zini ochadi. Ota-ona esa telefon bo'lmasa umuman ovqat yemaydi deydi. Ovqat vaqti bola taomning ta'mi, hidi va to'yganini sezishni o'rganadigan vaqt. Agar e'tibor doim ekranga qaratilgan bo'lsa, shu jarayonni kamroq sezishi mumkin. Bu har bir bolada bir xil bo'lmaydi, lekin bunday odat shakllanib qolmasligi juda muhim. Nima qilish kerak? Ovqat paytida telefonni birdan taqiqlash shart emas. Avval kuniga bitta ovqatni telefonsiz o'tkazishni odat qiling. Shu payt bolangiz bilan gaplashing. Bugun nimalar ko'rganini yoki uni nima xursand qilganini so'rab ko'ring. Har bir oilada deyarli uchrashi yoki kuzatilishi mumkin bo'lgan holat. Telefonni olsangiz jahl qilishi. Telefonni oldingiz, bola yig'ladi, yerga yotdi. Siz esa bolam juda telefonga o'rganib qolyapti, haddan ziyod erki deb o'ylaysiz. Ekrandagi videolar va o'yinlar juda tez almashadi. Tasvirlar bilan e'tiborni ushlab turadi. Shuning uchun ham ayrim bolalar ekrandan boshqa mashg'ulotga o'tishda qiynalishi mumkin. Bu har doim ham qaramlik degani emas, lekin o'tish jarayonini yengillashtirish mumkin. Nima qilish mumkin? Aytingchi? Albatta, telefonni birdan olmang. Oldindan ogohlantiring. Yana 5 daqiqa, keyin uyqu yoki o'yin yoki dars vaqti deb kelishib oling. Bola keyingi jarayonni nima ekanligini bilsa, unga o'tishi osonroq bo'ladi. Lekin 3-belgi meni yanada ko'proq tashvishlantiradi. Bola zerikishni unutmoqda. Mashinada ketyapsiz, navbat kutyapsiz, mehmonda o'tiribsiz. Bola darrov telefonni bering deydi. Siz ham bolam uyaltirmay tinch o'tirsa bo'ldi-da deb darrov telefonni berasiz. Oh my god! Va bunday vaziyat qayta takrorlanaveradi. Bola buni xotirasiga mustahkamlab oladi va qayta mana shu holat vujudga kelganda darrov telefondan foydalanishni boshlaydi. Zerikish bolaning tasavvuri va mustaqil o'yin topish qobiliyatlarini rivojlantiradigan payt bo'lishi mumkin. Har bir bo'sh vaqt ekran bilan to'ldirilsa, bola o'zi mashg'ulot topishga kamroq odatlanadi. Uyda zerikish qutisi tayyorlang. Rangli qog'oz, konstruktor, plastilin yoki kichik topshiriqlar solingan bo'lsin. Bola zeriksa, telefon emas, shu qutidan foydalanishni taklif qiling. Navbatdagi shok holat, uyquning buzilishi va kuchli stress. Ko'p ota-onalar buni telefon bilan bog'lamaydi. Kech soat 22:30. Bola hali ham telefonda multfilm ko'ryapti. Ertalab uyg'onish esa azob. Kechqurun ekranga uzoq tikilish ayrim bolalarda uyqusi kechikishi qiyinlashtirishi mumkin. Natijada ertasi kuni barvaqt tura olmaslik, lanjlik, stress, holsizlikka yoki diqqatni jamlashga qiyinchiliklarga olib keladi. Uyqudan 1 soat oldin ekranlarni chetga qo'ying. Shu vaqt ertak, erkalash, silash yoki kunlik hisobot suhbatiga almashtiring mana shu vaqtni. 5. Meni eng ko'p o'ylantiradigan va hattoki vahimaga soladigan belgi. Bola telefonni sizdan ustun qo'ya boshladimi? Ustoz sifatida meni juda qayg'uga soladi. Chunki bu asta-sekin paydo bo'ladigan va ota-onalar afsuski e'tibor bermaydigan va juda kech tushunadigan belgi. Tasavvur qiling, siz bolangizni quchoqlamoqchisiz. Kel birga o'ynaysanmi deysiz. U esa boshini hatto telefondan ko'tarmaydi. Hozir emas deydi. Yoki yana bitta video ko'ray
siz esa indamay ketaverasiz. Ekran vaqti ko'paygan sari, agar ota-ona bilan birga o'yin, suhbat va boshqa faoliyat kamayib qolsa, bola asta-sekin bo'sh vaqtini ekran bilan bog'lashga odatlanadi. Ammo bu oilaviy muloqotni ataylab buzish emas, bu shunchaki uzoq vaqt davomida shakllangan odat hisoblanadi. Ota-onalar buni avaylab asrashi kerak. Ya'ni oilaviy suhbatlarni, birga o'yin kechirish vaqtlarini ko'proq o'tkazishlari kerak. Muhim signal: har kuni 20 daqiqani maxsus ota-ona va bolalar vaqti qiling. Shu 20 daqiqa telefon yo'q, televizor yo'q, faqat siz va bolalaringiz. Chunki bola ko'pincha qimmat o'yinchoqlarni emas, ota-ona e'tiborini eslab qoladi. Aziz ota-onalar, telefon bolangizni bolaligini o'g'irlamasin. Chunki bolalik qaytmaydi. Telefonni esa istalgan vaqt sotib olish mumkin. Bugun biz telefon odatlarining bolangizda qanday paydo bo'lishi mumkin bo'lgan dastlabki 5 ta belgisini ko'rdik. Lekin bir narsani unutmang, telefon muammo emas, uni qanday ishlatayotganimiz muammo. Agar bugungi belgilardan birortasi farzandingizdan sezgan bo'lsangiz, unga birgalikda yechim topamiz. Muhimi, sekin to'g'ri odatlarni shakllantirishni boshlaymiz. Navbatdagi payshanba kungi ikkinchi qismini o'tkazib yubormang. Unda siz nega telefonni mukofot qilish kelajakda muammoga aylanishi mumkinligi, nima uchun har yig'laganda telefon berish eng xavfli odatlardan biri bo'lishi mumkinligi va boshqa savollarga ilmiy va amaliy javob topamiz. Eng muhimi, telefonni boladan tortib olmay turib ham undan uzoqlashtirish mumkinligini payshanba kungi ikkinchi qismda batafsil ko'rib chiqamiz. Mehr bilan o'rgatamiz, ishonch bilan ulg'ayamiz. Sohiba ustoz bilan